Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Siz Jasur Musofirlar kanalini kuzatib boryapsiz. Sizlar bilan men Jasurbek. Kanalimda yangimisiz, demak obuna bo'ling. Barcha videolar sizlar uchun. Obuna bo'ldingizmi? Rahmat. Demak, videoni boshladik. Joyimda tan jarohat bor, oyoqlarimda biqirimga pichoq urgan, orqa teshigimni yirtib tashlab qo'li bilan kori olib ketib, shu jinsiy a'zolarimni tikkan. Keyin pichoqni oldida qo'rqitdi meni, yechin dedi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida yashayman. Bu murojaatim xo'jayinim meni kaltaklab, zo'ravonlik qilib, jinsiy a'zolarimga zo'ravonlik qilib, jonimga qasd qilganida murojaat qilyapman. 16-may kuni urib haydab yuborgan. Ota uyimga kelib yashayapman. Bir haftadan o'tgandan keyin men 27-kuni kelib, jonimga qasd qilish uchun uyimga kelgan ota uyimga kelib kirib yoshini olib, podval ichidan chiqib meni sudrab, sochlarimdan sudrab, pichoq urmoqchi bo'lgan. Birinchi jinsiy a'zolarimni yirtib tashlab, orqa teshigimni yirtib tashlab qo'li bilan o'ksiz ichiraman deb majburlagan vaqti darvozadan qochib chiqib ketganman. Pichoq bilan qo'rqitdi birinchi. Qochib chiqib ketganimdan keyin qo'shnimni uyigacha yetib borganimga arqamdan yetib bordi. Keyin ushlab, yana sudrab, ko'chalardan sudrab, urib, boshlarimdan urib, sudrab, uyda turgan oshxona pichog'i bilan biqinimga 2-3 marta urdi, kirmadi. Kiyimimga tegib sinib ketdi. Undan keyin o'zim bilmagan holatda yana ko'zim ochib turib, pichoq yana boshqa pichoq izlayotgan vaqti qochib chiqib ketdim yana. Shu qo'shnimni oldinrog'iga borib qolgandan keyin qo'shnilarim qutqarib oldi-da. Keyin yana shuni urushda ham davom etib, bugun san oxirgi kuning, o'lasan san, o'ldiraman men seni deb men qo'rqitib, shuni yana qilib urib, sochlarimdan tortib. Keyin qo'limda sumkam bor, undan oldin sumkalarimda o'zi chiqib ketayotgandim men qo'shnim qizchamni, 1,5 yoshli qizchamni olib o'zi ko'chaga chiqib ketaman deb turgan vaqtim o'zi boshida ushlab oldi-da. Men qo'limda pullarim bor edi, sipochkam bor edi, tilla sipochkam bor edi, ularni ham olib qo'ygan. Undan keyin shu meni tajovuz qilib, shu qo'rqitib, pichoqlar bilan olib kelgan, o'ksiz ichiraman. Qanaqa sinib ketdi? Pichoq shu biqin mana shu tomonimga yotqizib, mana shu tomonimga 2 marta zarb bilan urdi-da, sinib ketgan, ikki ayrilib qoldi. Pichoqni shunday quchoqladimi, naqilib bundan keyin chopib chiqib ketdi-da, yana ikkinchi o'zini pichoq olib kelgan, bunaqa ustalar ishlatadigan pichoq olib kelgan ekan. Uchli pichoq olib kelgan ekan. Uni men yoshirib qo'ygandim. O'sha birinchi boshda mojaro bo'layotgan vaqtda yoshirib qo'ydim. O'shani izlagan chiqqanda men chiqib darvozadan baqirib ko'chaga qarab chopdimda, baqirib chopganimda qo'shnilarim chiqib qoldi. Shu qo'shnilarim chiqib birdan militsiyalarni, uchastkoylarni, mahallani chaqirib ayirib qoldiman. Keyin skori olib ketib, shu jinsiy a'zolarimni tikkan, unaqa qilgan, mazam bo'lmagan o'sha yerda ukol qilgan, shundan qaragan deb. Lekin hech qanaqa chora ko'rilgani yo'q. 27-kun bo'lgan bo'lsa, haligacha ozodlikda yuribdi, bemalol ko'chalarda bemalol yuribdi. O'zi mojaroni boshi qaynam bilan boshlangan. O'zi qaynam doim mendan pul so'raydi-da. Eringni pulini nima qilding? Shuncha pulni nima qilyapsan? Nima kamroq yeb ichsang bo'lmaydimi? Iplashtirsang bo'lmaydimi? deb shunaqa qilib doim so'rab ezib kelaydi o'zi. Keyin oxiri chidolmadim. O'sha xo'jayinim ishdan bo'shab kelgan ekan. Nimaga bo'shab keldingiz? Nimaga bunday anaqa qildingiz? Yo aldayapsizmi meni? Yo shuni anaqa qilyapsizmi? Pulingiz qani deb so'raganim. Keyin baqirib meni anaqa qilib ketdi. Sen jalabsan, san ket yo'q bu deb haydadi meni. O'shanda ham urib, sochlarimdan turib, ana haydadi ham ketmam. Men 3 ta balam bor, 3 ta yosh balam bor. Yosh balalarim bor, elandim men. O'sha kun elandim. Haydamaman, yosh balalarim bor. 3 ta balam uchun yashayapman men. Tegimman menga, mayli, chidab yashayman men. Dedim ham o'shanda urib haydatdi. Galasoy yozgan qaynam. Shuncha pulni nima qilyapsan? Puli qani deb yozgan galasoyni men eshittirganim.
Keyin o'sha yoqqa man yer bilan to'plab urib, boshlarimdan tepib, bellarimdan tepib, hamma joyimdan tepib, sementga to'plab urganiga man qaytib kelib qo'yganimda o'zi. Holatlar qayerda bo'ldi? Holatlar mana shu uyda bo'lgan. Mana bu oshxonamizga, ichkari oshxonamizda podvalini ichiga yashirinib olgan. Podvalning ustini ham xuddi gilamni ham yopib qo'yib, xuddi o'zidek qilib qo'ygan ekan. Men bemalol yosh qizcham, kichkina qizcham bilan o'zi bankka ketayotgandim. Ayam doim mening nomimga pul jo'natadilar. Ukamni moshin anaqa qilganlar, o'sha bilet olamiz deb pul jo'natadilar, shunaqa. Ayam puli menda turaydi. Keyin buni olib, tapchikachasi bor edi, o'sha yerda tapchikachasini oldim. Olganimni bilaman, podvaldan sakrab chiqdi-da, bir nima sakrab chiqdi. Men o'zimni bilmay qoldim o'shanda. Charillab yordim, baqirib, hech narsani bilmayman. Undan keyin sochimdan ushlab tortib, mana bu uyga, mana bu xona anaqa qilganimizga, uyga bitta ana pichoq olib kelgan, o'ksiz 1 litr o'ksiz olib kelgan, keyin ip olib kelgan ekan. Ipni o'ldirish maqsadidaman. Sen bugun oxirgi kuning, sen yashamaysan, sen o'lasan, sen meni xotinim emassan endi. Sen hech kim emassan menga deb, seni o'ldiraman, baribir o'ldiraman. Seni hech kim qaramaydi senga, hech kim seni topolmaydi, o'ldirib ketaman deb meni anaqa qildi. Keyin sudira baqa olib kirdi. Baqa olib kirgandan keyin men elandim, men yashayman mayli. Teginman, meni yosh bolalarim bor. Qolib ketadi, bu yetim qolib ketadi, teginman menga. Mayli, nima bo'lsa ham kechirib chidab yashayman dedim. Keyin olib kirdida menga jinsiy tajovuz qildi. Teginaman dedi, teginman, menga olmasam bo'lmayapti. Chunki urganda boshimdan qattiq urgan, biqinimga tepgan. O'shani mazam bo'lmay yuribdi. Ancha vaqtda men teginman, mayli, hammaga teginman, ketdi, yur, yashayman, mayli, bolalaring meni dedim. Keyin pichoqni oldida qo'rqitdi meni, yechin dedi. O'sha vaqtda yechintirdi meni. Keyin teginaman dedi, naql. Keyin jinsiy a'zolarim yirtib tashladi qo'li bilan orqa teshigimni. Shu qo'li bilan yirtib tashlab og'zimni birib, sandiq bor edi, sandiqqa boshimni tirab qo'yganda anaqa qilib og'zimni shunday yopdi-da, hech narsani bilmayman. Baqirganman, u jinsiy a'zomni yirtib tashlagan. Orqa nomni. Undan keyin qon ketish bo'lib qoldi. Qon ketish bo'lgandan keyin mazam bo'lmayapti. Men o'lib qolaman dedim. O'sha birlarim bor. Mazam bo'lmaygichi bo'lmasa men olib borib biron joyga doktorga. Aytmani shu unaqa men qaraman, hech kimga aytmayman. Hech kimga hech narsa demayman. Faqat mana shu bolnitsiyaga yetsam bo'ldi dedim. Undan keyin sen o'lganing yaxshi, seni o'ldiraman baribir deb pichoq tirab menga qo'naqa qildi. O'ksiz ichasan deb majburladi. Ichmayman men yashayman, mayli bolalarim uchun chidab yashayman dedim. Keyin o'ksiz ichiraman dedi, keyin o'ksizni olaman, pichoqdan olaman degancha keyin ba'da darvozani katta ichkari darvozadan qulflab olgandi. Ichkari darvozadan qulflagandan keyin darvozani bunaqa katta tomoni ochiladi. O'sha katta tomonni ochib qochib chiqib ketdim. Qochib chiqqanimdan keyin hamsayamiz uyiga yaqin borib qoldim. Bunaqa sement joyi bor. Arig'iga yiqilib qoldim. O'zimni bilmay shunday sochimdan ushlatdi. O'sha yoqdan tortib keldim. Men baqirib keldim. O'sha yoqqacha ham hamsalar yordam beringlar deb baqirdimmi. O'shanda ham bular anaqa men uncha eshitmagan. Keyin manaqacha olib kelib kirib ketayotgan vaqtda anaqa eshitdi. Bular chiqqan, keyin hamsaylarim uchastkaga chaqirgan, keyin baqa olib kirib ketgandan keyin bu xonaga olib kirdida, o'sha oshxona ayamni qora dastali pichog'i bor edi, oshxona pichog'i. Uni oldida sen o'lasan deb mana shu 2 marta zarb bilan uryapti. Urgandan keyin sinib ketdi. Pichoq sinib ketgandan keyin bag'da uni o'zini pichoqlari bor edi, o'shanaqa stol ishlatadigan uchli til anavli. Uni olaman deb o'tgandan men yana turib qochib o'sha yoqqacha bordimda. Orqamdan o'ksiz bilan quvalagan u. Ikki marta quvalab, sochimdan sudrab yarim yo'lgacha keldi. Keyin bu oycham teginma, militsiya chaqiryapman, qo'shnim militsiya chaqiryapman, teginma dedi. Keyin bo'ldi dedi, shundan olib hamma narsani olib qochib ketgan. O'zi oldindan menga jinsiy anaqa qilib keladi, tajovuz qilib keladi-da, oldindan qo'ymaydim. Endi bilmadim, endi u qanaqa og'riqli bo'lsa kerak, umuman qo'ymaysdim-da o'zi. Doim qo'li bilan qilaman deb doim shunday teginib kelaydi. Mayli, bolalarim bor.
balalarim bor, yashay, o'tib ketar, chiday, o'tib ketar deb doim ayamga aytsam, balam yasha, odamlar gapiradi deb shunday yashab kelayotgandim shu vaqtgacha. Ayasi ham, dadasi ham qaramaydi, hech kim qaramaydi unga. Hech kim hech narsa demaydi. Doim ayasi urdirgan, nari kelam urib, o'zi ham urib, qaynonam urib jo'natavergandi mani. O'g'li ikkovi urib man ayamga jo'nataverdi. 1 yil ayamga yashab ketgandim. Bu oldindan shunaqa bu mojaro bu shu yergacha kelgan biz. Lekin unga hech qachon chora ko'rilgan yo'q-da. 16-may kuni ham bo'lgan, men ekspeditsiyalarga ham borganman. 16-kundan keyin 19-kunlar ekspeditsiyaga borganman. Ekspeditsiyaga borgan qog'ozlarim ham yo'q hali. Uni sud qo'lim yaralari, mana shu sudragan yaralari, bu yerda hamma joyimda tan jarohat bor, oyoqlarimda, biqirimga pichoq urgan, tilingan, bu yerlarim, qo'llarim, hamma joyimda tan jarohatlarim bor. Shillanib, ko'karib ketgan, shishib ketgan, ichim bag'im bilan tepganmi, ichim shishib ketganda, hozir sal qayt ko'kargan. Lekin ekspeditsiya ham hech kim qaramayapti. Uchastkoyimizga telefon qilsam, uchastkoyimiz ushlaymizda, ushlanadi baribir, qamaladida deydi. Faqat shu gapni eshitaman. Lekin umuman izlagani ham yo'q-da. Izlayapmiz, topiladida, qayerga ham ketaydi deb shunaqa qaramayapti-da umuman. Даже bilmadim, ekspeditsiyadan ham 102 olimga telefon qilmadi-da. Tikkan doktorlar bo'lgan, 2 kishi tikdi mani. O'sha nomni, orqa nomni, jinsiy nomni 2 kishi tikdi. O'sha yerda doktorlar bor. Keyin yana menga qaragan doktorlar bor, lekin olimga telefon qilgan yo'q. Telefon bilan 102 qilganda davni qaraydimi? Lekin hech kimdan buna bo'lmayapti. U bemalol yuribdi. Men Marhobban qo'shnisi bo'laman. Shahda Sarayqo'rg'on mahallasida yonma-yon yashaymiz. Ko'chada qichqiriq ovozidan uydan chiqsak, Marhobban kuyovi qizini sudrab urib yurgan ekan Dilbarda Ilyos kuyov. Keyin birdaniga ayiramiz dedik, kelib aralashmang, oilaviy masala, o'ynoshi bilan ushlab oldim degandan yugurib uyga kirdimda telefonni mahallaga telefon qildim. Da mahalladagilar aytdim, o'ldirib qo'yadi hozir, ayirib olishga qo'rqyapman, tez kelinglar deb mahallani chaqirdim. Mahalla ham yetib keldi, qo'shnini ayirib oldik, qo'lida bakalashga tushib qoluvdi, manaqda nimani oldiga. Bakalashga oldida yugurib kirib uydan ichkaridan bir shimi bilan futbolkasini oldida chiqdi-yu pastga qarab qochib ketdi kuyov. Ketidan qizchasi yig'lab borayotdi, borib qizchasini olib qaytdim. Men to'xta, mahalla kelyapti. O'ynoshi bilan ushlagan bo'lsang isbotlab berasan, bo'lmasa birov balasini nimaga uryapsan deb ketidan baqirdim, qaramadi. Shu oldiga orqasiga qarab